Mana hurmatli o'quvchilar, sizlarni chalg'itgan va qiziqtirgan savolga keldik. Mana bu belgida harakatlanish ruxsat etiladi, deyapti. Hozir buni ko'tarib olamiz suratimizda. Mana bu belgini sizlardan so'rayapti. Tur belgimiz yengil avtomobillar harakatlanishi deb qo'yibdi. Yengil avtomobillar harakatlanishi degani bilan bu yerda 3,5 tonnadan oshadigan yuk avtomobillar kira olmaydi, traktorlar kira olmaydi, qolgan barcha turdagi avtomobillarimiz kira oladi. Mana shu yerdagi barcha turdagi avtomobillarimiz kira oladi. Avtobus ham, yengil avtomobil ham, mototsikl ham. Sizlarni chalg'itgan narsa mana shu belgimiz, tur yengil avtomobillar harakati degan belgimiz. Mana bu avtobusga ruxsat bermayapsizlar, mototsiklga ruxsat bermayapsizlar. 3,5 tonnadan oshmaydigan barcha turdagi yengil avtomobillar va shu hududda yashaydigan insonlarni avtomobillariga va shu hududda ishlaydigan korxona tashkiloti ishchilariga yaqin chorrahadan kirib chiqib ketishga ruxsat beradi. Biza javob bo'yicha nima qilamiz? Barcha transportlarni haydovchilariga deb ruxsat beramiz. Chunki bu yerda barcha yengil avtomobillar harakatlanishi ruxsat etilgan.